Do'mimizni 5-chi etajiga o'rnatdi. Bitmagan, lekin biz Farg'ona Yozuvondagi 5 etajli do'mimizni 3 etajga qo'yib berdi. Porchkalarni Xudo xolasa u 5-etajiga qo'yib berdi. Joyning qizig'i yo'q. Mana o'sha biz degandanmiz. Mana oldi fasad buni. Xudo xolasa, 2 etaj bitsa, undan keyin 2 etajini qo'yib beramiz. Xudo xolasa aynalarga ham kelamiz. O'sha yukimiz bir reska sig'maganligi uchun ikkinchi reska ham olib kelib 2 kun cho'zilib ketib qoldi ishlarimiz. İşimizga like bosasizlar, devam etamiz. Xudo xolasa. Kim shunaqa xizmatlarga bo'lsa aloqa chiqarsizlar, mana bu o'shani Husana. Bu Hasan endi bu tutdi buni Husana. Buni do'mni ham bitkazganmiz, Xudo xolasa bahorda o'ynaymiz, berasizlar deyishgan, ichi qurish kerak. Bu yer qoldi. Assalomu alaykum do'stlar, mana Farg'ona viloyatida Yozuvon tumanidagi 5-etaj. Do'mimizni 5-etajiga o'rnatdi. Bitmagan, lekin biz qo'ydik 5-etajiga.